Haqiqatan tatlı narsani bak ko'p iste'mol qilaversangiz, diabet kasalligi ulab qolishingiz aniq. Ko'p qismlar tatlı narsani ko'p yeganga, ota-onamiz diabet kasalligi bo'lmagan bo'lsa, bizga esiyat qolmaydi. Ha, yesak buto deb, yaval qolma yo'q emas. Endi bu tatlı narsani ko'p iste'mol qilgandan keyin, mushu qabul qilingan qanatga tushib, bizning oshqozon osti bezimiz insulin ajratib chiqib, mushu qanatni pojlab bermasi bo'lmaydi. U tabiiy buyruq bu. Shu sababdan ko'p narsalarni, ko'p tatlı narsalarni ko'p yeversak, oshqozon osti bezi to'xtamay insulin ajratib chiqib, herib, holidan ketib, xizmat besimiz ziyodan bak ortib ketganligi sababidan oshqozon osti bezi kadın chiqib, xizmatdan to'xtaydi. Shu sababdan diabet kasalligi ulab qoldi. Diabet kasali bo'lmasam butda deyotgan tuqqanlar, tatlı narsani ozroq yanglar. Endi xalqimiz shu burunda boshlab tatlı narsaga nayta amra. Hem diyorimizda chiqayotgan nurg'ulg'an meva-chevalarma nayt bak tatlı qo'g'in deymiz, tavuz deymiz, uzum deymiz, mushularning uzrima qanat shakari intayin yuqori. Endi mushu diabet kasalligiga girtovlab qolmay deydigan tuqqanlar qanat miqdori yuqori bo'lgan yemak-ichmaklarni ozroq iste'mol qilsanglar. Uningdan bilan semirib ketishning oldini olsanglar, harakatni ko'p qilsanglar, diabet kasalligi bo'lmaysizlar.